Bugün navbatdagi katyolimizda olib qo'yganimiz Warhouse katyoli. Hozir katyolimizni mana ochib aybini qidiryapmiz. Katyol perigrev bo'lib qolavergan. Taqirda birdaniga gradus balandga ko'tarilib ketib, o'chib qolavergan. Hozir mana o'shani aybini topdik, perigrev bo'lgan joylarini. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana triходовойdan chiqish joyi shunchalik bitib qolgan, o'sha nakibga to'lib. Mana trubkalarni ham ko'rish mumkin. Trubkalarning ichigacha ham xuddi shunaqangi holat. Ularni endi tozalab, yuvib, yangitdan joyiga uстановка qilamiz. Mana katyolimizni detallarga bo'lib oldik. Korpusimizda o'zi qoldi. Biz endi yuvib tozalab, platalarimiz bu yoqda. Ularni ham kompressor yordamida changlarni tozalab olamiz. Plataga suv tegizib bo'lmaydi. Bu yoqda mana yuviladigan detallarimiz уже yuvilib tayyor bo'lyapti. Teplobmenniklarimiz tayyor. Mana kislotadan chiqdi уже. Teplobmenniklarimiz, datchigimiz mana yangiday bo'lib turibdi, yaltillab. Bu yoqda mana yuvish ishlari ketyapti. Ochiratda turbinamiz, sirkulyatsion nasos gruppasi. Bu yerda yana bitta gruppamiz turibdi. Bu gruppaning ham ahvoli juda og'ir. Mana ichlari nakibga to'lib, tiqilib ketgan hamma joylari. Ularni hozir yangiday qilib kislotaga tiqamiz, keyin korpusimizga teramiz. Mana katyolimizda korpus qismi tayyor bo'ldi. Hamma joylarini yuvib, tozalab, mana yangiday qilib oldik. Endi Xudo xohlasa mana detallarimizni ham toza qilib yuvib oldik. Har bittasini kislotaga tiqib, tozalab, yuvib, hammasi yangiday qilib oldik. Motorlarimiz, motor ichidagi mana rotorlargacha olib yuvib tozaladik. Motor orqa korpusi, trubkalarimiz, to garilkalargacha mana garilka datchiklarimiz hammasi yuvib tozalandi. Teplobmenniklarimiz ham mana kislotaga tiqib yuvib tozalandi. Xullas mayda detallargacha hammasi top-toza qilib qo'ydik. Endi hozir bularni mana hammasiga yangi sannik qo'yiladi. Mana bu yerda sannik naborlarimiz bor. Hammasining sannigi birdaniga yangi qilinadi. Chunki ertaga katyolni qo'yib yoqqanimizdan keyin suv chiqarmasligi uchun birdaniga yangi bosamiz hammasiga. Hattoki mana teplobmenniklarimizga ham spesial maxsus mana shunaqangi 4 tala o'zi sannik bo'ladi teplobmenniklar uchun bu. Uni o'zi $12 turadi. Qolganini mana shu sannik naborimizdan topib qo'ysak bo'ladi qolganlariga. Mana katyolimiz tayyor bo'ldi. Yig'ib oldik. Endi ustki korpuslarni yopib, egasiga yetkazib bersak bo'ldi. Katyolni ko'rishingiz mumkin mana.